Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu video imенно специальный do'stlar negativchilarga. Aka oyog'ingizni ko'taring. Siz ham ko'taring. Ko'taring akasi. Siz ham ko'taring. Hammalar ayollang ko'taringlar. O'sha do'stlar 6 ta odam bundan tashqari mana temir ham ichida bor. O'sha 600 kilodan og'ir yukda do'stlar bir dona firmani o'zi ko'tarib turibdi. Nima demoqchimiz? Konteyner mahsulotdan tom yopadigan bo'lsa, qor bosib qoladi, shamol uchirib yuboradi, do'lda teshilib ketadi deydiganlarga spesialniy video qilyapmiz. Do'stlar, Namanganga yetib kelganmiz. O'sha 1200 kvadratga konteyner mahsulotdan do'stlar sklad qilib berishyapti ekan, juda katta joyga qilib berilyapti ekan. Eng qiziq tarafi bu narsa do'stlar 20 kun oldin qup-quruq yer bo'lgan bet. Noldan xuddi mana shu holatda do'stlar stoykalarini ko'tarib, xarilarni tashlab firmalarigacha qilib berishgan. Batda do'stlar kraskasidan tortib tunikasigacha dogovor bo'lgan, hatto tunikalarigacha yopib berib ketishadi. Endi agar yonini o'ramoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz tunikadan, xohlasangiz sendvich palendan, liboy narsadan o'rab turib, bitta katta baza qilib olsangiz bo'lar ekan. Videoda oxirigacha tomosha qilsalaring, narx-navoz qanaqa tushgan, qatlargacha xizmat ko'rsatiladi. Necha kunda qilib berishdi mana shu joyni to'liq ma'lumotlar Iqbol aka bilan beramiz. Xo'p, Iqbol aka, u 1200 kvadrat ekan. 1200 kvadrat qanchada bityapti aka? To'g'risi, joyda egasi ham usta boqib ezilib ketmasi kerak-da. Necha kunda aka mana shu holat job kelib beryapsiz? Aka, bu yerda biz hozir Namanganda turibmiz. Bundan 25 kun oldin bizni chaqirdi bu aka. Chaqirib aka shu yerga dedi. Chiroq qilib bitta sklad qurib bering dedi. Qurib bering dedi. Keyin keldi, quruq yerda bu yer endi, quruq yerda. Hech narsa bo'lmagan, albatta. Hech narsa yo'q edi, quruq yer edi. Betonlari quyilgan edi lekin. Keyin shu yerda kelishdik bu aka bilan, kelishganimizdan keyin mana xudo xolasa mana hozir holat 25 kun, bugun 24 kun bo'lyapti aka. Mana shu holatga keldi. 24 kunda 24 kunda 1200 kvadrat joy yopilyapti xudo xolasa. Gapi hozir 24 kunda aka siz mana shu noldan yerdan boshlagansiz, mana shu yerdan boshlagansiz, o'sha ko'tarib firmani tashlab, bu terasa rekasini ham tashlab qo'yishibdi. Rekalari ham. Shu holatga kelguncha 24 kun ketdi. Bugun 24 kun bo'ldi xudo xolasa. 1200 kvadratga. 1200 kvadrat. Hozir mana 20 ga 60 joy shu yer. Gap yo'q do'stlar, 20 ga 60 joy 24 kunda mana shu holatga kelyapti. Endi tunikasi qanchada qatirib beriladi aka? Aka, bizning xizmatimiz, mana 150 mingdan 250 minggacha deganmiz-ku. Bu joyiga qarab qayerda nima galbasak tunkani xizmati ichida bo'ladi. Tunkani xizmati ichida bo'ladi. Yo'q, ichida bo'ladi. Qancha kelishgan bo'lsak, tunkani xizmati shuning ichida qilib beramiz. Chunki uzr gapingiz bo'ldi, bir xilgi joylarda bo'ladi. Imana qilingandan keyin tunika tomiga kelganda 10 ming so'mdan kvadratga qo'shiladi deydi. To'g'ri. To'g'rimi? O'shaning uchun so'rab olganim, sizlarda ichida bo'ladi lekin. Bizda hammasi shuning ichida aytiladi. Tunikami, xohlasa shifr qo'yib beraman. Hozir promasini qo'yib beraman. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Qaysidan bo'lsa, uni shu pul kesilgan pulni ichida bo'ladi shunday. Dogovorda ichida. Lekin tunikasini olib kelib beradi. Shifrmi, tunikami, nima bo'lsa olib kelib beradi. Gap. Mana katta joylar bo'lsa, kirampiranlarini ancha-muncha xizmatimizga yordam tariqasida mahallaga yordam beradi bizga. O'z uyda egasi gaplashib beradi. Shularni hisobini olamiz biz. Hozir aka bekam 100% hammasi konteyner. 100% konteyner. Mana bu ustunlari, mana xorilari bari konteyner tagidan chiqqan 230 shivillerdan bo'lgan, baquvvat shivillar. Buni baquvvatligi list qalinligi ham o'zi 2,5-3 bo'ladi. 2,5-3. 2,5-3. Adashmasam mana shu bitta oraliqda o'zi do'stlar 1 tonnadan oshiq yuk ko'taradi deb nima qilingandi, bir sinalganida adashmasam. Mana shu hozir mana shu har bir oraliq 6 metrdan turibdi. 6 metrdan turibdi mana shu oraliqlar. Gap yo'q. Mana xudo xolasa buni ustida mana agar shifr ham hisoblaydi, shifrda ham yopamiz desak, egasi tunika yopaylik dedi, ham mayli dedi. Tunikasini olib kelib ham peshibdi. Tunikani olib kelib qo'yishgan mana xudo xolasa. Yigitlar bugun mana boshlashadi, Alloh nasib qilsa. 2 kunda xudo xolasa buni bitirib, duosini olib shu uyda egasidan. Hozir 2 kunda yopib borishadimi tomini? 2 kunda yopish bo'ladi. Xudo xohlasa, xudo xohlasa. 45 ishlashadi. Gap yo'q. 2 kunda endi xudo xolasa yopib, topshirib, xudo xolasa duosini olib ketamiz. Alloh nasib qilsa, pullarini olib degandek. Hozir aka qarangda, misol mana bitta kotibda skladda turibmiz, o'zi qanaqa joylar bitkizib berasiz aka? Aka, biz bundan tashqari masalan stadion qilamiz, parnik quramiz, teplitsa quramiz. Keyin mana bu quruq yerdan qilgan bo'lsa, uylarda tomini, katta gazabr bilan tomini qilyapmiz aka. Katta xaladay mana hozir yaqinda ish oldik nimadan? Mana buvayda tomonidan. Xaladenlik oldik, xaladen, ya'ni mevachilar. Mevachilar xaladenlik qilib beryapmiz. Endi mas 20 metr, 25 metrgacha xudo xolsa bez ustini qilaveramiz. Do'stlar, bu ko'rib turgan joylarning ham 20 metr, ko'rganlaringda o'rtasida hech narsasi yo'q. Liboydan o'yib olib kelib o'rnataveradi-da. Xudo xolasa. Gap yo'q lekin. Bu yerda kraskasigacha bo'lgan ekan-a? Kraskasigacha qilib beramiz, Bu necha puldan tushdi aka bu kvadrati? Xudo xolasa, mana shu yerda hozir mana shunda 60 ga 20 joyimiz
har bir kvadrati 220 mingdan tushdi. 220 ming. 220 mingdan tushdi. Buning ichida tunikasini ham qatirib berasiz. 220 mingdan tunikasini qatirish, kiyimlar terish, kraskasini qilib berish, hamma shu nimani xizmati ichida bo'ladi. Qaranglar do'stlar, bitta zo'r tarafi bor. 220 mingning ichida shu ko'rib turgan temirlar, jamiki temirlaringni qancha ishlatilishidan qat'iy nazar, bundan tashqari kvadrat hisoblanadi. Tunikani yopib berishi, usta haqqisi. Bundan tashqari balgarka toshi, hazillangan balgarka tosh ishlamaydi. Elektrod, svarkaga hazillangan elektrod ishlamaydi. Hamma narsasi ustalarda o'zidan bo'ladi. Joyda egasi faqat pul taniydi, to'kini tortib beradi. Uzoq joy bo'ladigan asosida Andijonda sakasidan ustalar. Namanganda turibsiz do'stlar, yotoq joy beradi, bo'ldi. Ustalarga yotib dam olgani. Kech payti endi hamma ham dam oladi, ertalabda turib ishini qilishadi. Shu qolgan narsa bermaydi, uyda egasi ovora ham bo'lmaydi. Eng qizig'i, agar bunaqa 1200 kvadratga bilmadim bir bino ko'tarib qurib bunaqa pilta tashlayman desa, hazillangan pul bo'lib ketmasa kerak. Ketmaydi, u piltalar qimmat. Ham buncha narsani bezusdan o'zimizni oddiy profillar ham ko'tarmaydi. Zavodskiy profillar. To'ppa-to'g'ri. Bu konteynerda bilasizlar do'stlar, dengizda yuradigan mahsulot bo'ladi, ancha-munchaga zanglamaydi, chiramaydi. Baquvvat narsa bo'ladi. O'shuning uchun do'stlar, imina mana shu temirdan qilib beriladi bu narsalar. Stoykasi ham ancha baquvvat bo'ladi. Hozir buni atrofini bitta o'rab oladigan bo'lsa, tayyor boksda. Tayyor boks. Endi bizni materiallarimiz yengil konstruksiya deydi-da, yengil konstruksiya deydi. Hozir mana shu qilayotgan narsamiz agar o'zini oddiy uyg'unlik, 7 li uyg'unlik, 8 uyg'unlikda qilinadigan bo'lsa, o'zini yuki bor tashlaveradi. Yengil konstruksiyalar uchun shu mana 20 metr, 25 metrgacha Xudo xolasa avvalo Xudo saqlasin. Uni 100% kafolat beraman deyish xato bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. 100% kafolat berish xato bo'ladi, lekin Xudo saqlasin qilyapmiz, turibdi mana 10 yil, 15 yildan beri, 2013-yildan beri mana shu 20 metrlikka o'tganmiz, 20-25 metrlikka. Mana Xudo hozir 12 yil bo'lyapti. 12 yil oldinda Kattaqo'rg'on, Samarqandlarda qurib kelganmiz-da. Katta-katta yog' zavodlariga chigit to'kkani joy qilib berganmiz. Shu yerlar ham turibdi Xudo xolasa. Hozir aka qatlargacha xizmat ko'rsatishsa Samarqand tomonlar bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston liboy joyi. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilaveramiz. Xorazm, Qoraqalpog'iston, qo'shni davlatlarga o'tyapmiz Xudo xolasa. Yaqinda mana nimaga Cho'ng'iraga o'tdik, Qirg'izistonga o'tdik. Erta ham bitta bir-ikki ishlarimizni qilib keldik. Endi u tomonlarga o'tishda, u tomonda nimalarimiz bizga qiziquvchilar ko'rib qolgan bo'lsa, jinday yo'l xarajatini ko'proq olib qoladi. To'ppa-to'g'ri do'stlar, chunki chegaradan o'tiladi, u mahsulotni yuklanadi Isuzuga, o'zlarining asosiy mashinalari boradi, olib tashlash, yo'lkira xizmati, faqat yo'lkira xizmati xolos, to'g'rimi? Asosiy yo'lkira xizmati. Shu chegaradan o'tganda endi ancha-muncha mahsulotlarga o'tayotganda to'lovlari bor, o'ziga yarasha. To'lovlari bor, shularni ko'tarib bersa bo'ldi bizga. Endi qayerda bo'lsak ham kelishsak, hammasini qilib beraveramiz. Gap yo'q. Video pastda nomerlarni qo'yganmiz, akamizni aloqaga chiqadigan bo'lsalar 24 ga 7. Faqat bitta narsa do'stlar, ertalabki 8 dan kech paytga 6 gacha. Bularda ham oila, bola chaqasi bor, ishdan charchab borgandan keyin dam olishadi, to'g'ri tushunasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonning liboy nuqtasidan, Voha tomonmi, Vodiymi, Toshkent farqi yo'q. Liboy joyidan chiqing do'stlar, borishadi. Mana shu narx 150 mingdan 300 ming so'mgacha holatga qarab yopib beriladi. Aytib o'tganlaridek 220 ming so'mdan hamma yo'g'i bo'lgan bu joyda, hatto tunikasigacha dagovor bo'lib yopib berilyapti. Bir so'm olinmaydi tunikasiga. Video boshida ko'rdilaring, ko'tarmaydi, boshqa narsa bo'ladi deydiganlarga bir dona firmani o'ziga 20 metr tashalgan joyga 600 kiloni oshiq yukni ko'tartirib berdi, qimmallagan yo'q. Bu degani do'stlar moshni narsa bo'ladi. Kimga do'stlar sifatli, xuddi mana shunaqa tom yopish xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, akamiz nomeri video pastda turibdi. Aloqaga chiqsalaring, liboy joyi aka. Xizmatdan, Xudo xolasa. Tanlov o'zlaringizga. Shirin gap bilan yaxshi pul bersa xizmat qilaveramiz. Gap yo'q, tan joningiz sog' bo'lsa, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat.